Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga sport жаңалыктары videoni boshlamas burun arnaga tirkelib videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар teqqani bizde bo'ladi. 3 salmoqda chempionning jekpe-jegi sensatsiyaмен bitdi. AQShning Nyu-York qalasida o'tgan boks keshinining boshqa ayqasida jengil salmoqda WBA chempioni Gervonta Davis otandasi Lamont Rouchbilan judruqtasi deb xabarlaydi. Bu jekpe-jek eseptelgan 12 raund to'liq o'tib, onun qortundisi bo'yicha qarshilar teng tushib o'tir. Oslay Davis titulun qo'rg'ab qoldi. Bu jekpe-jekning davlat tuslari ko'p. Biroq Gervonta o'siz yo'li alsiz judruqtasib, tunuksiz jekpe-jek o'tkazgan aytу kerak. O'g'an qo'sa qazlar upayi sanmen jenisdi Rouchga beru kerak bo'latin. Davisning rekordindagi 0 quritudan qo'rqqan siyaqti. Gervonta uchun bu karyerasinaga alg'ashqi ret teng tushgan ayqas bo'lib o'tir. Al Rouch ikinchi ret qarshilasimen teng tushib o'tir. Sonымен birga g'ol 1 ret jengilib 25-marta jengishga jetgan. Boksdan ketbek bo'lgan chempion. Davis 3 salmoqda alam chempioni. Ol jengil salmoqda 2019-2023 ya'ni shartli o'rta salmoqda WBA regular chempioni bo'lgan 2021-yili. Sonымен birga ol ikkinchi shartli jengil divizionda WBA Super 2018, 2019, 2020 ya'ni IBF 2017-yilda belbevlari yelengan. 2025-yili Hall boksdan ketib futbolmen shug'ullanmoq bo'lgan edi. Janibek Alemxanulu Astanadagi jekpe-jegi oldindan qozog'istonliklarga o'yin qatdi. O'rta salmoqda WBO және IBF tushirumlari bo'yicha alam chempioni Janibek Alemxanulu Qozog'istonda o'tgan titulda ayqas oldinda jankuerlarga o'yin qatdi deb yozadi. Janibekning qarshilasi fransiyalik Anuel Ngamessing. Al ayqas 5-savr Astonada Baris Arenada o'tadi deb josparlangan. Hurmatli jankuerlar, buyursa 5-savr Astana qalasida judruqtasamiz. O'z yelimizda sizlarda oldilaringizda hunar ko'rsatuvni maqsad etib jur yedim. O'g'anda jetdik. Buyursa 2 alam chempioni titulini qo'rg'aymiz. Qozoq stilda ringga qasında. Arenada o'tirib tomoshalasizlar. Jenisda kundes yüzdeseyik deb yozibdi Janibek Instagram желісінде. Sizlarga sport жаңалықтары bo'ldi. Arnaga tirkelib videoga like bosuvni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар teqqani bizde bo'ladi.